Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi, yaxshi tutinglarmi? Bugun 12 oyning 1-kuni. Bugungi xabarlarga qaragan chaqda Amerika davlatining sobiq prezidenti Obama qo'lga ilinibdi. Obamaning qo'lga ilingan to'g'risida Amerika harbiy qism taraf hech qanday inkos qaytarmabdi. 11 oyning 28-kuni anglatgan xabarimizda Germaniya Frankfurt Amerika konsulxonasida yoshiringan Amerika CIA tarafidan boshqarilayotgan Amerika saylimida bilet sanash, biletni bartaraf qilish apparatining bosh mulozimat apparatini, ya'ni Frankfurtga joylashtirgan bu bosh mulozimat apparatini elish uchun Amerika davlat mudofaa armiyasining quruqlikda jang qilish alayida qismi Frankfurtga berib bu apparatni topshirib olish vazifasini o'tagan. Mana shu vaqtida CIA tarafidan Afg'onistondagi bir qism askarlarni avatib bu apparatni qo'g'dash vazifasini o'tagan. Mana shu vaqtida ikki taraf bir-biri bilan yetishib ketib, Amerika CIA boshlig'idan birisi o'qda o'lgan va bu jarayonda 5 Amerika askari o'zaro yetishib o'lgan. Kompyuterning bosh mulozimat apparati Amerika davlat mudofaa armiyasining qo'liga tushgan. Bu bosh apparat oxirida prezident Trump apandimning qo'liga tushgan. Mana shu mezgilda CIA'ning birinchi qo'l rahbari, direktori Xasper xonimmi shu Frankfurtdagi konsulxonasida yaralangan. CIA'ning birinchi qo'l boshlig'i Xasper xonimni qo'lga ilib Guantanamo turmasiga olgan. Ham u yerda uning jarohatini davolash, ham uningga yenik jazo berish badliga 11-oyning 3-kuni Amerika saylam jarayonida qonunsiz aldamchilik jinoyati bilan shug'ullangan huquqdor amaldorlarni ixro qilibdi deb anglab kelyapmiz. Lekin bu uchurlarni kuzatganimizda bugungi kuniga qadar uning yolg'on ekanligi deyilmadi. Demak, bu uchurlar rost degan gap. Bugungi xabarda sobiq Amerikaning prezidenti Obama qo'lga ilinibdi. Kuzatuvchilar Obamaning Twitter'ini kuzatganda, o'sha oyning 26-kunidan boshlab Obama Twitterga chiqmabdi. Obamaning ayolimi Twitterga chiqmaganiga 10 kundan eshibdi. Demak, bu xabar rost degan gap. Biz anglatgan xabarimizda Kraken harakatga o'tdi degan bir gapni degan. Bu deganimiz Amerika olam bo'shliq armiyasining bosh shtabi kontrol ostidagi istixborot organi, Amerika boshqarilgan bomba sistemalarini kuzatadigan istixborot organi va Amerika quruqliq armiyasi 305-nomerlik uchur kontrol uchur yig'ish organi. Bu organlar avtomat shaklda har qanday uchur sistemi bor o'rinlarga kirib aylanib chiqa oladi va hujum qila oladi va Amerika manfaatiga ziyonli uchurlarni to'play oladi deb anglatgan edik. Demak, mana shu organlar Amerika davlat manfaatiga ziyonli harakatga o'tgan CIA'ning bir qism chirik amaldorlarini bayqay olgan, ham Obamaning Xitoy davlati bilan uchur aloqasi borligini bayqay olgan deb qaraldi ekan. Bundan boshqa 4 kun ilgari Amerika davlat mudofaa ministrining maslahatchisi bo'lgan 94 yoshga kirgan Kissingerni vazifasiga ilib etgan. Kissinger 1942-yildan boshlab Xitoy davlatiga berib turgan ekan. Xitoy davlatiga o'zining shaxsiy nomida 21 qitim, 42-yildan to hozirga qadar jami 80 qitim Xitoy davlatiga borgan ekan. Prezident Trump apandim sobiq Clinton prezident vaqtidagi Amerika tashqi ishlar ministri Albright xonimni vazifasidan ilib etgan. Demak, prezident Trump apandim 4-5 kundan oldida Kissingerni va Albright xonimni vazifasidan ilib etib, davlat mudofaa ministri va davlat mudofaa armiyasini texmo saplashtirgan. Tuniga yuz bergan yana bir ahvol bo'lsa, pensiyaga chiqqan 3 yulduzliq McNary degan general ekranda 6 minutlik so'z qilgan. Bu so'zida Amerika hukumati darhol osiylarga qarshi turish qonunini darhol harakatlantirmasa, Amerika davlatini qutuldirib olgani bo'lmaydi deb so'zlagan. Demak, hozirgi Amerika vaziyati bir qism Amerika Qo'shma Shtatning boshliqlari o'z oldiga mustaqil bo'lib olgan, qonun ijro qiluvchi sud amaldorlari mutham bo'lib olgan. Mayli CIA organi bo'lsin, FBI organi bo'lsin, hammasi o'z oldiga hukumatsizlik vaziyatini shakllantirgan. Saylam ishlariga mas'ul bo'lgan amaldorlar qasdamga aldamchilik jinoyati bilan shug'ullanib, davlatga osiylik qilish harakati bilan chet el kuchlari bilan til biriktirgan. Amerika hukumati tuyuqsiz Eronga, Xitoy davlatiga, Rossiyaga qarshi turish uchun davlat ichidagi tashqi kuchlar bilan til biriktirgan kuchlarni tozalash uchun davlatga osiylik qilgan osiylarga qarshi turish qonunni harakatlantirdi ekan. Yana bir qiziqarli ahvol bo'lsa,
Georgia shtatidagi saylam biltini sanaydigan va bir taraf qildigan Dominion shirkatining apparatini bir shaxsiy kelib xohlagancha o'zining shaxsiy mashinasiga besib aktivdi. Amerika qonun bo'yicha saylam jarayonidagi materiallar va uning munosabatli butun uskunlar oz deganda 22 oy saqlandi ekan. Mana bu hükmetsizlik ahvol degan gap. Demak, hükmetsizlik ahvol deganning o'zi davlatga osiylik qilish vaziyati shakllandi degan gap. Masalan, Twitter shirkati ochiq oshkora maydonda turib, Prezident Trump efendimni kamsitgan. Chunki hozir Prezident Trump Amerikaning hozirgi prezidentlik real ahvolini e'tirof qilmagan. Amerika saylamini kontrol qilib olish, saylam harakatini bir vaqtida to'xtatib etish, saylam jarayonida bir vaqtida xulosa chiqarish, bir vaqtida saylamni kontrol qilish, bir vaqtida Joe Biden efendimning saylam biletining sonini o'riltib etish. Mana shunday vaziyatni shakllantirayotganlarning hammasi davlatga osiylik qilgan bo'lib hisoblanadi ekan. Saylam jarayonida Rossiya, Iran, Xitoy davlati Amerika davlatining saylamiga qo'l uzatgan vaqtida Amerika davlatining CIA organi, FBI organlari sukutda turib olgan. Mana bu davlatga osiylik qilgan deb hisoblanadi ekan. Çünkü Prezident Trump efendim 2018 yıl 9. ayda Amerika saylam jarayonida saylamni kontrol qilayotgan davlatga osiylik qiladigan kuchlarning borlig'ini his qilgan va shu mezgilda buning qarta davlat jiddiy holat qonunini ma'qullagan. Davlat osiyligiga qarshi turish qonunini va davlat jiddiy holat qonunini yo'lga qo'yishning o'zi Amerika davlati urush holatiga o'tdi degan gap. Amerika armiyasi uchur urushini boshladi degan gap. Chet el uchur axborotlari Amerika davlati kirdi degan gap. Bu demak Amerika armiyasi birinchi qadamda uchur urushini boshladi degan gap. Hozir Prezident Trump efendimning xizmatiga qarshi turayotgan, to'sqinlik qilayotgan Amerika davlatining ichidagi har qanday kuchlarni qo'lga olish tamoman qonunliq bo'ladi ekan. Prezident Trump efendim bir chetdan davlat ichidagi qarshi kuchlar bilan jang qilayotgan bo'lsa, yana bir jihatdan Amerikaning tashqi ishlar xizmat turida Amerika davlati va Xitoy davlati bilan, Amerika davlati va Iran davlati bilan bo'lgan umumyuzlik diplomat munosabatini eng nachar holatga tushirib etish. Navoda Prezident Trump efendimning o'rniga boshqa bir prezident chiqib qolsa, bu vaziyatni aksiga eklanmaydigan holatga ekib etish. Bugun Amerika davlat savdo ministri bir bayonot e'lon qilib, Xitoy davlatining elektronlik sohasidagi import-eksport shirkatini qattiq jazolash, jazo yurgizish. Xitoy davlatining elektronlik sohasiga tutishadigan shirkatlar 2017-yili Venezuela davlati bilan har jihatdan hamkorlashgan. Venezuela davlatining telefon shirkatlariga yaqindan hamkorlashib, Xitoy davlatining bexatarlik organlari va tor soqchilari Venezuela davlatida yamrab ketgan. Xitoyning yordami bilan Venezuela davlati Iran davlatidek davlatga aylanib qolgan. Tunugun Amerika davlat mudofaa ministri Xitoy davlatining ikki cho'ng shirkatini qora tizimlikka kirgizgan. Birinchisi Xitoyning Chongqing xalqaroliq shirkati. Yana bir shirkati bo'lsa Xitoyning Dengiz neft shirkati. Bu shirkatlarning hammasi Amerika armiyasining qora tizimligiga tushgan. Onundan boshqa Amerika davlati Xitoyning yana 89 shirkatini jazolash ilib boradigan bosqichlarni davom qilib yotibdi. Endi prezidentlikka saylanayotgan Joe Biden efendim Oqsaroyga kirib qolsa, bu xizmatlarni davom qilmay boshqa chora amali bo'lmaydi ekan. Bugungi qisqa xabarimiz mishagicha hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.